Hey balam. Hey tura o'rningdan. Meydi man qarışıp, man nallan joy qo'yib qilachinim balam, bo'la chaqqan. Voy, ana. Bu etning birinchi kunimiz duka açandı deymi? Sen sug'ini qo'ymaydim bu shakar. Hey, nimanda kiri to'xuda ko'tilda versa. Bu Ürümçi degan bir o'tang yo'l to'sa. Ketadigan lamba, keladigan lamba. Bu Ürümçiliklar uyda turib hech qila. Boshqalarchi? Agar mumkin bo'lsa, ay hech qo'ydin ishkini akilib. Ha, yig'ildiki mozyoni qo'shibsan, yo'q. Hey, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling balam, keling. Etinglar muborak bo'lsin. O'zingizdan birga bo'lsin. Qani o'tiring. Deganda uyqusi qochibdi dema, botkanam. Hayati. Qadamiyatni balo yetmisin. Ha, bo'pti, shuni digning tak bo'lsin. Boyatimizga qarayma, hech bir morangdan chiqay demaysan. Sen nimani bilasan? Ma hozir morn emas, ma uyning ichidan chiqib o'tdi. Uyning ichidan? Ha. Hey balam, hey. Puldan qampitta gap qilmasin, o'choqqa o't yiqibsa. Mana obdan bo'ldimi? Deganda messin bir kirib, bugün yetib tijoratga o'xshaydigan bo'ldi. Istasandan bir deb bunda istasansa? Mana qara. Ey, adam bo'lib ketdingmanda? Makila. O'z vaqtida shapaq chuyini olashgandek botkamdan chiqmaydi. Anda qopab atati deysan qava. Men sana deb qo'yay. Hisobot daftarimda imzoyim bor, anangga deynilar. Boş gap qilib, koni hammani so'ylamaydi-mi? Qalan gapni qildigan. O'zingizga akkan chay qilib chiqman-ku deyman. Burunqideklar. Qaymoq juqsayotman. Ma'qul. Ey, hezonmamsa, bu et deganda ishi borchi, ha? Ben bir kun tanaffus qilsam da musulmon. Hangi qatarsa? Ya, tamamga qilyapman. Ey, itimga yo'talning nimishi deb, ma'nimi qilyapti, tanaffusda vaqtni chiqib ishomsak, sanqsab pishmoq qilmaylar. Ey, bu etning birinchi kun eshakning suydigan ishi borchi, va xotindan birini olib chelisam da. Ey, xotinimning chini o'zamishsam, shuning chini kimchida va chayka. Vodka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasa. Shukrisa. Kasa. Amin. Allohu akbar. Oymonlar muborak bo'lsin. O'zlaridan birga bo'lsin. Balma ishda hal olmagan o'xshamamdi. Yetdimi qaytarmabdilar. Shunda bo'ldi. Xalqning ishiga tumbuldimi qo'l to'nglabdi deb, bizdagi odamlarning ishining hal olmaqi past o'xshaydi. Ko'ngillarni yerim qilmaslar, hal olib qolar. Ha, meningga balamga be etgan chaylar. Ana aytgan chay deydi. Ma'qul. Yo, sizlar bu ajab bir tugumaydigan bir nallari borkin. Mush xo'jalar sizlarga ichining tasqirindek nan chiqib, xo'jani o'xshaydi. Akamni ko'rib baqay. Ey, nening setilmay ichim pishayotganda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kasa bayaka. Ayol muborak bo'lsin. Qanday? Ayollarga muborak bo'lsin. Qanday askar? Allohu akbar. Davraxon. Ha. Botkining tijorat qandaroq? Ay bayaka. Men shu e'lonni to'tib qo'yg'ashqimi? Taz tijorat yaxshi emas. Uning ustiga rahmatlik Savrkamdan asha miras qolgan ko'r botqo'g'ashqa hammasi Savrkam bizga nisiga beryapti deblar. Nisiga shu tijorat taz yaxshi bo'lmadi deyman. Savrkamda soxtaroq sotaysam vaziyatga tushunib ketdi. Qanday balam avalingizni istedingizmi? Ayollarga muborak bo'lsin. O'zingizdan birga o'g'ay. Uzun bo'ldi, yo'qotib ketdingizmi balam? Ha, yaqinda bir sal aldirashib qoldik. Ko'parak chataldi bo'ldi qapa. Chatalda? Ha, Bu chataldimi aytgan chay bormikin bayaka? Bo'lmamdiki afka. Lekin zamush o'zimiznikiga qat'iy yetmaydi de afka. Yetmaydi. Bizdan bu chay degan chaydakli chay bor. Bu chataldimi qilib pacharasiga yalib bormikin, bu cho'ku qilibdilar. Hey. Balam, o'zingizga nima tayyorlab chiqamanki? Menga 1 kilo qeza, 1 chini süt, ugurdim 1 china, xamsadan 1 xil, qaymoqdan 1 ne chiqsa? Ma'qul. Voy, bayaka, bir jo'zni tomoqni ko'ryaptingiz, memingiz bag'ishmamda. Ham yetib olgandan keyin bunda birga o'tiraman. Ra. Ey, pulva odamchi qara, oshda yeydi. Pulga qadar sovuqcha qattiqni ajab o'ttirdi. Voy, assalomu alaykum boshqa. Voy, assalom. Ay, muborak bo'lsin. Ya. Kasa yapın hocam, ya kasa. Allah yaxshimi? Kes. Ya amin. Allah. Harim bo'lsa bizga chayxon unutib qolmaslar boshqa. Ha, unutib qolsa qanday bo'ladi?
Ana, Yasin Ko'dan geldi. Mana. Tova. Boshliqmi choy ichibgina? Bu kunda 3 vaqt go'sht, palov yapib yug'ilmaydi. Hozir nurg'un kasallar o'sha iste'mol masalasida kelib chiqyapman-da. Qanday deydi? To'g'ri. Mush chetellerde, mush xalqlarning tomoq yegini faqatli ko'gilolmaydi. Mush biz xalqcho, mush tomoq yeyish uchun mush jahonga yashayotganda qilimizda. Jim. Anlasam çeteldi jılığı nurgulluğu adamlar ölüdü deyişini şun qaraganda oşqusak öldüken de. Öldü. Saqtarakni mayasimi dema adaş. Hakka saydo, mansabdimi saytsa ölüdü. Men o'shaqa o'tni qolib chiqishga yaqadir bizdan o'tib turishlar. Sizlar aldırmayla. Ya aldırmayman. Elim o 50 yıl aldırap keptok. Qandaq Yasin Ko'jan avvallari tish to'ldimi? Ko'rinmayli ketlar. Zo'ra xonim yaxshidi? Teshla qubdan. Et munosib bilan yurtqa tuqqanlarni yo'qlab kel deb yo'liq sevatgan. Voy, ulton Mana bo'pti. shu dujinlik kelib qolibdi ekan. Ya, bizga o'ng chiqibdi-da, ranglik o'ynayotganmizda. Ha, et o'g'andan keyin o'zaro etlasak bo'lmadimi? Bizning o'g'im basak bo'ladi bunda. Nima Ay, yetti bunda köndöcülarga basaqmandı. Ey, sana o pindeci deganingdan, yana shu ma'limiz choyxona yaxshi. Men ma'likaning tijoratini qo'llamadı. Mana. Ey, çayxonni jipashqilayapti-ma, haq. Cho'ng opa, bana bir chini sut, bana achchiq bir choy damlab beraman. Menmi qaymoq choy ichaman. Neram deydi. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Qanday avalim yaxshimi? Ya, bir chaqladi kichikli bir baliqdan. Mana qara cho'ngilib rasmiy zulfiqar olsa. Qo'ymaydi, mayli olding ukam. Ay, narkini bayaka. Küçük kızdan küçü yetmey. Tavusçunun kıngırakıda iyilik ettiğini gömdünüz ha. Xotin, kirib ava, cho'ng opamga yordamlashga tiniq bir choy damlab chiqar. Yasin Ko'jan ağaç oturma ağaç. Yasin kam baya sizlar diqqat qilibsizlar. Topda ketib. Ay gülümsüz. Aras, biz o'tgan yili Qurban hayitininki orti kuni satashqani ko'rishib qolgan, ha? O'z vaqtida mahallimizning guli tujuma. Shaytonning keyniga chiydi. Bir opta öyle buzuk. Ner gibi pak bile. Benmiş qarışığım deyil. Hey, qag'ovli arlasang yeyishing po'q deb. Hey, shamoqqa do'stlarning keyni kirkitlar bu yoq. Bu xotin kishi degan-ku, qaltis tomoch keldigan narsa. Dehşet, tirtekler. Qapoqni shunday ichib qo'ysang, shillanib meniman degan. Shuni men barning dardini topqicha, yo'qning dardini tatay deb. Ha, xotinimni xetini beraverdim-ku. Uyey, boyaka. Voy, sizni bolalarimizni jitib qildingizmi? Hey, ukam. Pul bo'lsa hamma shaloldi ekan-ku. Mana bolalarim hozir mana Oqso'nglar maktabida yaxshi o'qiyapman buni. Ya, yanına şu atağının aldığı çoğuğun yetmedi cuma. Doğru. Bulmuşsa çok çıkarken çicidekler. Mana, mani o'ldirishlar. Mani balık olib ketdilar. Rahmet. Ay muğlak mübarek olsun. Vay, Sercan saksını mı? Hey! Taşıp ettim diyorsun bu. 100 gram oynap koyduk. Kes. Bugün acayip çıraylık jığılıp kapsanan bu. O'sha et bayramlarida sizlarga tuzlik, aramchilik yo'q o'xshamamda. Onu bir de ben aka. Akşam kecha ishxonada qiram. Xo'sh. Hozir ishxonadan chiqdim. Dashni qilib yana ishxonaga. Aramchilik yo'q. Yo'ldoshlar, mana bu soqchilarimiz bo'lg'achqa biz xotirjam et o'tkazayotimiz emasmi mana? Shundoq. Sizlarning davlatinglarni ziyoda, dushmaninglarni piyoda qilg'ay, Xudoyim. Hasanjon balam. Ko'nipadi. Vaqt. Ama Hasanjon kam ben o'zdan achchiq bir choy damlab chiqaychi. Yana uyqun ketdi-da. Assalomu alaykum. Mana Hasanjon. Voy, biz chiqqanda yig'il qoldilar bu. Kesa. Amin. Allohga shukr qilashim opa. Yaxshi qanday Hasanjon balam, yaxshi turdingizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zimizga nima tayyorlab chiqmanki? Mana jo'zamning borkan-ku. Shundoq. Voy, sizni yo'qlayman deb faqat vaqtincha kelaman deb xo'polmoqchimi? Voy, rahmat. Keldingizmi? Burunga qaraganda bu o'ylarni yasab, qil unda yasabsizlar. Voy, siz yana xato kelib qolmagansiz, ha? Ey, jinim aka, yana jo'lib qolmagansan? Ey, bulto men kirganda mana matamda bir gilam, men ishituvdi bir meshvar edi. Voy, bu odam bizning uyga kirgan. Bizning uyimizga kirganmi? Yo'q, burun qo'ygan.
Unda buta bir yerimiz var. Onu aldık ketken. Yaxshi qilsiz, uni da ajrashib ketadi. Bu noat askini tutsa, o'ta mutahammin birlashdi bu. Demak, buni choyxona denglar. Demaklar. Shunapa manda qilaylik. Bu mehmonlarni chaqiribmi, bu yer yiqin bo'lgan mehmonlar emas. Shuning uchun bu oshxonadagi jimi yeydigan taraq turaqning hammani to'kinglar. Siz eng qiziqayotgan dilo misollari Ko'nch vadisi undar supsida siz Ko'nch vadisi undar supsidan qonun va film degan ko'zdan kirib, qonun va huquq programmasining barliq sonlaridan haqsiz bahramlanasiz. Undaqda Ko'nch vadisi undar supsini qo'sh usuli undularingizning ustidagi qo'sh belgisini chekib, Tenja Pongyo degan o'ringa Hanzocha Kongchu Hepan degan xatni yoki pincha Ko'nch vadisi degan xatni chekib kirgizib, So'so degan xatni chekib, astidagi Guanjuni chekiblar Ko'nch vadisi undar supsiga qo'shila olasiz. Ko'nch vadisi undar supsi siz uchun sarxil ko'znaklarni ta'sis qildi. Ko'znaklarga kirib, sarxil mazmunlardan haqsiz bahramlaning. Mana pulni men to'layman. Hay rahmat, rahmat. Qur'on aytgandiki, men bir qozon go'sht solay. Bekaga. Mau his balat. Qo'saqni Aka, meni bo'tqabig'imni berang unda. Voy, sening bo'tkang siliq do'qqidiki. Savrni shagirtimsan. Anladım. Qachongacha pash haraq setib yursa deyman-ku. Bunda cho'ngroq do'konlar ochmamsa, mana boshliqni katta, yaxshiroq yerdan bir do'kon olib qo'ysin. Ama boylarimiz bor. Ancha-muncha yordam qiladi. Cho'ngroq talla bozordan birini ochmamsa, malaqda. Agar do'konni kengaytirib, bu talla bozor ochilgan ishinglar bo'lsa, meni iqtisodiyotga yardım qilaman. Mana o'tirishimiz bor. Biz mi ishlaymiz, qanday aka? To'g'ri. Sening xizmating yo'qmi? Jinim aka, bizga shayton toshatdi. tijorat qilamiz deb shu xizmat tariximizni tetiratgan qarang. Dengiz sakrabsizlar-da. Gulron, bo'g'loq bo'pti. Endi Savrning talla bozorida ishlab pul topib, iyilikni qaytadan tikilsanglar bo'lmadimi? Ay aka, haqni qildi pul yo'q. Nisigilar oldi deyman. O nisini nada qo'llab yuradiganim men. Hasanjon ukam seni bir yonchiqchidan keyin Qashqarga qo'g'lab qoldi deydi. Bizga ishning cho'ng kichigi yo'q, hammasi o'xshash. Lekin jinoyatchilar nerede bo'lsa, biz shu yerda bo'lishimiz kerak, shundaymi? Rost Hasanjon aka, o'tganda bu ayolim ishkimiz dibag'i bag'an, bani oltin uzukini tushirib qo'yapti. Shuni bir tepasini uzib kel, jinim aka. Hey, Gulron, bu uzukni o'ng'ingizga yutirib qo'ydingmi yo tushundimi? Voy rost o'ngimizda, o'tgan hafta to'yimiz bo'lganligidan bir jimligini xotirlab, dibag'i olgan qarang, shu yerda. Qayrag'anda dibag'i sizga nima deyman? Ushaq bolalar qisilishib. Hozir zamon taraqqiy qilgan sari kishilar qo'lishib ketdi. Bu jinoyatchilar ularning vositasiga har xil aryam bo'lib ketdi deyman. Mushularning oldini olish uchun biz har ish qilib kech kunduz uyqu yo'q aka bizga. Yo, hazrat, sizlarning xizmatingizmi taskan jumoq. Albatta, biz butun zehnimizni ish qilib, jinoyatni yiltizdan yo'qotish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Masalan, soxtamonlar sotuvchilarni emas, yasug'chilarni, zaharlik chekimliklarni chekkichilarni emas, yasab, yo'tkab sotuvchilarni, yanchiqchilarni emas. Yanchiqni chiqish kerak-da. To'g'ri. To'g'ri o'ylabsiz. Men bu soqchilarning bu kech kunduz ishlab topayotgan jafosini ko'rib, bu ishim og'rib ketib, oqshomlari bu she'rlarni yozib, dutorlar ohanglarni ishlab qo'ymoqlar. Yo, rahmat. Hech aka unda bo'lsa, ma aytlik hammamizga bir hech qilmasin. Ayta. Ey. Bo'pti. Hech chipray, dutorlar chiqarma, dutorlar. Chaqib aytgan. Akşamı talağa çıkmasan tıkı, Hatını iz qo'g'lab tutmasan tıkı, Xalqni xotirjam qilmasan tıkı, Jahonda hammadan saqchi maqtas. Soqchilarning turmushini haqiqatan aks etib berdingiz nima? Voy sizning ayolingiz nima ish qildi? Meni ayolim yo'q qara. Qara, boshqanda so'zlasa? Sobiq xotinim qanava tatliqtirim desa, yelini tishib qo'yapti-ku. Qaysi? 30 ga kirmay turib, jimi tishidan arilib maqmaq bo'ldi. Voy, bu maqmaq oldi deb xatni beradigan gapmi? Bu ishingiz tas qamlashmoqda. O sizni toza vafosizlik qilsiz-a? Unda ish yo'q. Men shu vafosizlik qilmayman deb chet elga chiqdim-ku, tish sog'izmada. Voy, sen mi çekip çıkanma? Chet elga chiqsam,
Voy Aysajon ayol bilan chiqibdi deb bu chetki so'ntoqlar araya choy boshlab ketdilar. Aroq deganni ishiyotgan, bu aroq degan ishni bilib qolgan, atiganligi qo'polmayotgan. Biroq chet el gibi qo'tdan chiqqanday kishi. Axir qanday bo'ldi axir? Axir qanday bo'ladi deb qaytib shirkatni besyapti. Jinim aka, chet eldan manda bir oltin poltin ekanmidingmi? Men Hasanjon Soqchijon so'rab baqa chet eldan oltinga kirgan olamda. Şunu olan eşedil 32 kişinin altından kısla çıkırdan kırgan kişinin tattım bitti. Ayolini qo'llarini tirnoqlarini qo'mirib tutib, oltinda saqlab kelgan yig'asanmi? Hey! Xotinning 32 kishini taqqinin chaqchaqmi ya? Çakçak umandı bu. Ya çoğun apa göç pişkepti akçak. Mana. Qara. Ya Hazret, ya Hazret. Ayakta. Bizning ömrimiz mana etizlarining ishi bilan o'tadi. To'g'ri. Ha, biroq kichik kun turib chet ellarga chiqib, nurg'un yuz obro'ga erishdilar mana. Hey, şunun qaraganda mush boshliqlar bilanmi xil ko'ngil yaqin kechmasin ekan. Endi yuqorsidan boshliqlar bilan munosabatimiz xil yaxshi. Xil ishlarni hal qilganda. Hey, jinim aka, makala bekla. Bo'ldi. Boshliq og'irida bu ikkimizning xizmatini bir hal qilib bersan o'p kel. Alloh'ım pek yaxshi bo'ladi. Qizga yaxshi qo'yib olmaysiz. Mana. Bunda pulga meşkaptan çıkmaydı. Ya bu şey. Mana berek. Ondan chiqdimi? Mane, ben üzem anlayman münasebet adamlar görmüş mü? Bak dep koyayım. Bak. Efkan. Mening sizga bagidek bir nimammi yo'q dama. Mening ish balamning ishig'imi azroq bir yordam qilib qo'ygan bo'lsangiz o'pga. To'xta, nima ishdi? Qarang, balam oliy maktabga imtihon berib o'tgan tidanga. Maktabga kelsam, maktab to'laydigan pul imtihon yuqori ekan. Yuqori hali maktabga. O'qitay desam, texa. O'qitmay desam, texa. Peshim qaytib qoldi. Mushning azroq bir yordam qilgan bo'lsangiz o'pga. Demisimi bu dehqonlarning yuki haqiqatan eg'i. O'zi mushning bir yordam qilib qo'ya. Bo'ladi, yordamni qilib qo'yay. Lekin kelar yildan boshlab chamg'a bilan savishtirgan mana bos ustidir. Voy, rahmat. To'xta. Men hozir telefon qilmay. Men naq maydonga beribla, ajaning o'ziga og'zimda seni ahvolingni debla. Tuturdi kamin. Texi yaxshi. Ayta bo'lsin, mavo. Birdan o'tirib turinglar. 10 minut kelib qo'yapman. Bo'ldi, rahmat. Hey! Oy! Dagmanding. Azroq savoblar. Hozir kelaman. Ya men hozir kelaman. Men kelamagan. Voy, fikr. O saqtmas. Mushuning bilan qanchiligan odamlar olding sen ha? Mushkul oldimda? Keyingi tushkil xil uzun bo'lgan. Bu qatam isbot bilan tutildim. Nima isbot bo'ldi berasiz? Sen javobga satlashmayli, inovat tasbih tutmaydi. Stava ma bir nima odamga balo deb demay. Mana. Mush saqtmas aldamchiga oldinib yuzinglarmasizlar? Voy, bu. Ma. Mayli. Ana, qachon? Rahmat. Manda Sen o'zi yetib ketamanmi? Gözüm ko'rib qaynama, uni pulni kim berdi-da? Oqmag'ina, mening inson yuzibga adash. Ko'rdingmi? Foksida qiziqniki. Buni biz hayot deymiz mana. Oho, jinim akalar, xizmatni tepib bo'libdi biz. Allah. O'qildim xudoyim tova. Atdigan yoqim mushning og'zi qarab o'tiraveribdi deb edi biz. Voy bolalarım, hali qancha nodam bo'lsa, mashtaq kishni pasat yog'a yovdaq gaplarga ishinidir. Bizning soqchilarimiz haqiqatan sajgur juma. Rost. Is. Xo'sh olib ketibdi bitta. Aka. Ko'nglingizni yerim qilmam. Hayot degan mana mushunchalik ekan. Nurg'un umrimiz behuda o'tib ketdi. Endi qolgan umrimizda bir-birimizga mehr shafqat yetkazib o'taylik. O'g'lingizni oliy maktabni bitirmoqchi bo'lgan barliq xarajatini mana men ustimga olay. Nima? Rahmat bugun. Olamchi qo'shal bo'ldim. Jahonda bir-biriga mehr shafqat qildigan, bir-birining dardiga darmon bo'ldigan odamlar yanada ko'pga. Mening bugun ro'yim shunchalik ko'tarildi.
Rahmat sizlarga. Rahmat balam. Davlatimiz teximiz ziyoda bo'lg'ay balam. Bugungi bu oddiy choy bizning sizlarga qilgan hechki choyimiz bo'lsin. Bugun otig'imi hech, onag'imi hech, balig'imi hech, hammamizga hech. Asl sizlarning illiq oilanglar bo'lsa, turmushinglar xotirjam bo'lgan bo'lsa, bolajaqlaringlar bilan xotirjam, xushal-xuram mushu hitni o'z uyinglarda o'tkazgan bo'lsanglar, naqadar yaxshi bo'lgan bo'ladi. To'g'ri deysiz. Rahmat sizga opa. Hayot haqiqatan qimmatlik. Shunday bo'ladi. Xotin baldirimni o'z uyimga qaytarib kelaman. Yaxshi qildingiz balam. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Hamma ish ko'ngildagidek hal bo'ldi. Ha. Biroq bizning xizmatimiz Qizlarim. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bizning idorada maxsus ish o'rnidan qolganlarga texnik o'rgatish o'rni bor. Sizlar oldindan bir texnik o'rganinglar. Andan keyin men sizlarni muvofiq bir xizmatga ulashtirib qo'yay. rahmat. Rahmat aka. Rahmat Yo'sinka. Rahmat aka. Men ozg'andek savrkamni bo'psini baka-bakadan araqni